Demak, darsimiz davom etadi. Endilikda biz veb sahifaga ro'yxat joylashtirish darsiga yetib keldik. Ushbu darsda aynan shu narsani o'rgataman. Demak, biz oldingi darsimizda quyidagi ko'rinishdagi sahifani tayyorlaganmiz. Endi esa veb sahifaga ro'yxat joylashtirishni o'rgatib o'taman. Buning uchun birinchi navbatda mana bu yerda yangi oyna ochib olamiz, chunki mana bu oynamiz deyarli to'lib ketdi. Bunga qo'shsak ancha chalkashib ketishi mumkin. Shuning uchun HTML site papkasini ustiga o'ng tomon bosgan holda new file ni bosamiz. Mana yangi oyna ochildi. Endi mana shu yerga yozamiz. Demak, hozirgi yozadigan asosiy teglarimiz bular: li, ul, shularga o'xshash. Demak, birinchi navbatda sahifani HTML ochamiz hamda o'rnida yopib ketamiz. Bu safar hali format kiritilmagani sababli o'zi tayyor bermayapti. Endi esa hozir saqlab olamiz. Save. Mana bu yerga misol uchun page deb olamiz hamda page.html saqlaymiz. Mana page.html. Endi buni o'chirib tashlagan holatda mana bu yerga html deb ushbu kodni olishimiz mumkin. Titlga ro'yxatlar deb yozib qo'yishimiz mumkin. Endi bodyga yozamiz. Demak, birinchi navbatda all ni kiritamiz. All bu yerda nima vazifa bajaradi? All ta'riflanmagan, ya'ni markali ro'yxat bo'lib, uning inglizcha nomi Android list bo'lib ta'riflanmagan holat bo'ladi. Misol uchun hozir ushbu narsaga misol keltiramiz. Allni ochganimizdan so'ng ichiga li ni yaratamiz. Hop, li so'zi elementlarni ko'rsatuvchi bo'lib, buni ichiga misol uchun square, disk, circle larni yozishimiz mumkin quyidagicha. Li type misol uchun circle hamda bu yerga yozamiz. Misol uchun 7-sinf hamda pastiga yozamiz li type square, ya'ni to'rtburchak. Buni yozishimiz mumkin 8-sinf deb. Endi yana bitta li yaratamiz hamda buni type'ni disk deb olamiz, ya'ni ichi bo'sh aylana 9-sinf. Hamda sahifamizni saqlaymiz, save. Hamda sahifani ochamiz. Mana shu xuddi o'sha sahifa. Mana quyidagicha mana bu kod oshiqcha yuqori qismi qolib ketgan circle aylana 4 burchak hamda ichi to'ldirilgan aylana. Hozir mana bu yerda bizning oshiqcha chizig'imiz qolib ketibdi. Uni o'chirib tashlaymiz hamda sahifani qayta saqlagan holda yangilaymiz. Mana kodlarni ko'radigan bo'lsak quyidagicha. Demak, davom etamiz. HTML dastlashli ro'yxatlarni ta'riflangan holati bor. Bu allning ma'nosi order list, ya'ni ta'riflangan ro'yxat juftligi hisoblanadi. Hop, demak, buni quyidagi holatda ko'rishingiz mumkin. Demak, mana bu yerga all hamda ichiga yozamiz. Li'ni bu yerda qo'shdik holatda ishlatamiz. Ya'ni misol uchun yana 7-sinf. Yana bitta li ochamiz. Endi buni 8-sinf. Yana yaratamiz. Li 9-sinf. Men o'ta tez harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, sababi ushbu dasturning qulaylik tomoni o'z tayyor kodlarni beradi. Ammo lekin bu kodlar o'rganib qolmasligini maslahat bergan bo'laman. Mana kodlarni yozib bo'ldik. Endi esa saqlaymiz. Save. Hamda sahifamizni yangilaymiz. Birinchi kodlarni ko'rib olamiz. Mana kodlar.
hamda sahifani yangilaymiz quyidagicha, ya'ni ta'qiqlangan holatda mana bu esa tartib holati. Siz ushbu holatni Microsoft Office dasturida ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Hop, endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, bu yerda xuddi shu usulda rasmlarni moslash mumkin. Ya'ni quyidagicha. Demak, ochamiz. Hop, bulardan tashqari faqat allda ishlash uchun all bu satrga o'xshash narsa. Hop, allni ochamiz. Bu yerga misol uchun H1 daraxtlar deb yozdik mana, daraxtlar. Bu yerga albatta bir qo'yib ketamiz, sababi bir pog'ona pastga tushishi shart. Hop, endi bu yerga yozamiz H3 kattaligida yozuvlar uchun. Hop, yozamiz. Endi rasm chiqarish kodimizdan foydalanamiz, ya'ni image srk. Hozir bizda mana bu rasm mavjud, ya'ni strelkacha, mana arrow. Hozir mana shuni shu yerga qo'yamiz, ya'ni images arrow. Hop, kengaytmas png ekan, arrow.png. Hamda bu yerga misol uchun olma deb yozamiz, hamda Bayer kodini kiritamiz. Hozir saqlab ko'ramiz. Save. Ro'yxatlarni ochamiz hamda quyidagicha. Hozir menimcha mana bu yerda Bayer qo'yishning hojati yo'q. Buni o'chirib tashlaymiz, sababi H1 bilan H3 juda ajralib turadi. Sahifani yangilaymiz hamda quyidagicha. Endi ushbu holatni yana bir necha marta takrorlab ko'ramiz, ya'ni image srk images arrow.png. Bu yerga misol uchun terak deb yozamiz hamda br. Yana bir marta takrorlaymiz esda qolish uchun. Image srk images arrow. Siz bu yerga giflarni yoki shunga o'xshash rasmlarni ham qo'yishingiz mumkin. arrow.png shaftoli. Bo'ldi. Endi H3 ni yopamiz. H3. Yo'q, mana bu yerda o'zi H3 yopib bo'lingan ekan, uzr. Ul ham mana yopib bo'lingan. Agar mana bunday holatda ajratib, ya'ni mana bu yerda bo'ladigan tab tugmasini bosgan holda har bittasini siljitib ajratib qo'ygan ma'qul. Chunki mana bu yerda o'zi ko'rinib turadi mana. Bunday qilsak, mana ajrab hammasi joyi turadi demak. Save. Ro'yxatni yangilaymiz. Mana quyidagicha ko'rinishga keladi. Bu yerda har xil holatda kelishi mumkin. O'zingiz moslab shunga o'xshatishingiz ham mumkin. Kelinki hozir ta'qiqlangan raqamlardan biror bir narsa yaratib ko'ramiz. Demak, mana bu yerni tushiramiz. Va hozir sayyoralarning yo'ldoshi shunga o'xshash narsa tanlaymiz. Ushbu narsa 9-sinf darsligida bor. Ushbu diskning ichiga ham 9-sinf darsligini elektron holatini joylab qo'yaman. Demak, hozir biz yozamiz. All. Hop, allni ichiga B hamda I kursivlarni yozamiz. Hamda buni ichiga sayyoralarning yo'ldoshlari. Bo'ldi. Endi pastga tushamiz. Bu yerga li ni joylaymiz hamda liga Y deb yozamiz. Hop, li ni yopish shart emas, chunki li ni ichida li ni keyinchalik yopamiz. Hop, pastga tushamiz hamda all yana bitta li bu yopiladi, ichiga oy deb yozamiz. Hamda pastga tushamiz. Pastga tushganda yana bir li ni ochamiz.
oxirini olib tashlaymiz. Minus deb yozamiz hamda pastiga yana yuqoridagi holatni qaytaramiz. All li hamda phobos. Hop. Mana bu yerdagi lini dropini olib tashlagan holda empty yozamiz. Deimos. Lini bularning orasiga yopish unchalik ham shart emas. All yopilgan hamda saqlaymiz. Save. Sahifani yangilaymiz hamda sizda quyidagi kod natija chiqishi kerak. Hozirda veb sahifaga ro'yxatlarni joylashtirish video darsi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.